İkinci bölüm. Tаңға yaqin çölge salqin düşdü. Yer yüzdə qımırılğanlıqı məxluqlarının hamısı yenik nəfəs aldı. Ötüb ketiyotqan muşu pey tinjiq tün bilan şor basqan tala tüzni örtüb, aptapның oppoq yolqinida yenib ketadigan kunduz o'tirsidagi eng rahat pey dedi. Yerga ko'k surmurang sho'llarni ichib, mo'yinqum osmonda seriq to'lin ay chiqdi. Qayerdan qaramang, bu yerning beshimi, oyog'imi ko'rinmaydi. To'rt atrof yiroqlargacha qarayib boradi va yulduzliq osmon bilan qo'shilib ketadi. Kechilik o'lik jimjitliqqa jon kirdi. Yılandan boshqa hamma jonivorlar tong payzidan bahra elish uchun qimirlab qoldi. G'ujmak bo'lib o'sgan yolg'iz shoxlarining ostilarida chujunlarni vichirlab qushlar uyg'ondi. Kirpilar yer purab chepishga boshladi. Tün bo'yi tinmay chirilgan qor chekatkilarga yana boshqadan jon kirdi. Uyqusidan uyg'ongan sug'urlar boshlarini ichidan chiqarib, har tarafga aloq-jaloq qarab, so'ksuklar tegiga to'kilgan urug'larni tarsakmikin, tarpisakmikin degandek uyqusirab o'ltirishdi. Yo'g'on mushuk yapaloq 5 dona oq bolasi bilan birga chaqchaqlashib, chaqirishib, bir-biridan ayrimay birdan uchib, birdan qo'nardi. Boshqa turli tuman jonivorlar bilan maxluqlar so'zilib kelayotgan cho'l tengida bir egizlab, bir pastlab ularga jo'r bo'ladi. Ko'kkuz akbara bilan toshchaynarning boshlari qo'shilgan tunji yoz kunlari edi. Ular endi o'zlarining cho'ng o'g'larda chepib hormaydigan cho'ng bo'ra ekanliklarini ko'rsatishgan va mo'yinqum bo'rlari orasida to'nilgan edi. İkisining baxtiga cho'l jonivorlarining ichidami baxtli ham baxtsizlari bo'lsa kerak. Tabiat akbaragami, toshchaynargami, cho'l jonivorlarga to'liq zarur bo'lgan muhim sifatlarni mo'l ko'l bergan bo'lib, ikkilisimi intayin sezgur, o'g'ni oldin his qiladigan va ko'zlay yalaydigan, kuchlari tanlarga patmaydigan, chopqur va bosqur shiddatli edi. Hammasi kelgusida bu ikki bo'rning o'ngdan kelishidan, ularga tirikchilikning hamma azoblari va rohatlarimi to'liq yor bo'lishidan, peshonlarga nima yozilgan bo'lsa, hammasidan qochib qutula olmasliklaridan derak beradi. Hozircha ularning mo'yinqum cho'llarida yolg'iz hukmron bo'lishiga hech qanday kuch to'sqinlik qila olmaydi. Texi odamlar bu cho'llarga ko'p qadam bosmagan va bo'rlarmi ular bilan zotla tanishmagan edi. Tabiatning ularga ato qilgan yana bir in'omi shu ediki, boshqa hamma jonivorlarga o'xshash bu yirtqichlarmi ada nima bo'ladi deb tashvishlanmay, qo'rqmay, tamdirmay kun kechirishadi. Adil tabiat azaldan maxluqlarni tirikchilikning bu qarg'ish takkur tashvishidan xalos qilgan edi. Tabiatning dal mana shu in'omi ichiga chimiki mo'yinqum jonivorlarining beshiga qora kun, qattiq azob oqibat soldigan bir kuchmi yoshiringan edi. Lekin jonivorlarning hech biri buni bilmaydi. Bosh oyog'i yo'q mo'yinqum qanchalik cheksiz bepoyon ko'rligini bilan Osiyo qit'asining xaritasida suv seriq rangda bo'yalgan barmoqchilik bir joy ekanligi oydin edi. Beqilgan mollar yildan yilga ko'payotdi. Yangi quduqlar qo'lanib, o'tloq joylar izdishib, mo'yinqumning to'rt tarafidan qisib kelyotdi. Kanallar qizilyotdi, yo'llar o'tishyotdi. Mo'yinqum atroflariga dunyodagi eng chong gaz surbilari yotqizilib, odamlar texnika bilan qattiq qurollanib, mashina va boshqa motorli qatnash qurollariga o'ltirib, yonlarga suv g'amlab olib, radio aloqasi yordami bilan har qanday dashtu sahra ichiga jumladan mo'yinqumga shiddat bilan kirib kelyotdi. Lekin bular kelgusida avlodlar faxrlanib yuradigan, kashfiyotlarni ijod qiladigan pidakor olimlar emas, har qanday odamlarning qo'ldan kelaveradigan ishni bajaradigan oddiy kishilar, chek-chegarasi ko'rinmaydigan, hech qanday balo qazo yo'li olmaydigandek tuyulgan mo'yinqum cho'lini mana shu odamlar tarafdan qisib kelishga boshladi. Biroq inson hayotining to'lim oddiy va sodda ko'ringan ishlarida yaxshilik bilan yomonlik qo'shilib ketganligini mo'yinqum jonivorlari nerdan bilsin? Bu yerda hamma narsa odamlarga bog'liq edi. Ular inson jamoatchiligi uchun odat bo'lib qolgan bu narsalarni nimalarga bog'laydi ekan? Yaxshilikmi yoki yomonlikmi? Qo'rishqimi yoki buzishqimi?
Buni sahra maxluqlari nədən bilsin? Odamlar aql idrak bilan ish qilishga boshlagan zamonlardan beri o'zlarini o'zlari bilishga urinib kelayotganliklarini, o'zlarining chigish ishlaridan zodliq qutulib ketolmayotganligini va azaldan tortib nima uchun yomonlik doim yaxshilik ustidan g'olib chiqadi degan aqidani boshlarini qotirib kelayotgan tepishmoqni yeshalmayotganligini tilsiz maxluqlar nədən bilsin? İnsan balısının mana şununla o'xshash ishlari, qonun nizomlari mo'yinqum jamoatlarga mutlaq qorong'u edi. Bo'lib bu narsalar ularning sezimi, tajribasi va tabiatida umuman yo'q edi. Uzun gapning qisqasi, hozirgi kunlargacha Osiyoning ashu yerim cho'l, yerim sahro dashtlarida daraxt desa daraxt emas, o't-cho'p desa o't-cho'p emas, ammo toshdek qattiq, metindek mustahkam, tömür alğamchadek eshilgan, qurg'oqchilikqa chidamliq yo'lg'unliqlari, chigish so'ksoqlari, kakra o'tlari va hammadan bak oy sho'lisi, quyosh nurida oltin rangli sup-suzuk o'rmondek lavildab yonadigan, ichiga kirgan har qanday zot beshini ko'targan amon to'rt tarafdan biroqla darhol ko'zga tashlanadigan chiqmishliqlarga to'lgan shu dashtlardagi jonivorlarning hayot kechirishiga hech narsa to'sqinlik qilmay kelyotdi. Yeni Böre makani Toshchaynar bilan Akbaraning qismlatlari mana mushu yerlarda kashgan edi. Mushu orliqda maxluqlar hayotida nihoyat muhim bir voqea bo'lib o'tdi. Akbara 3ni tuqqan edi. Bu unutilmas voqea Mo'yinqumda mushu ko'klam chog'dagi irmash-chirmash chatqallar orasida qiyri so'k-so'k tegidagi o'nkirda yuz bergan edi. Bu uva bo'ri bolalarni sayliga elib chiqishga to'limi aplik edi. Bo'ri küçüklerge xeyli can kirib qalğan bo'lib, quloqlarini dingaytib turishadi. Lekin bir-biri bilan o'ynashgan, do'milashgan chaqlarda quloqlarining salpayib ketgani bilan kori bo'lmaydi. Ular hozir xeyli put dasab turalaydigan, har qaysisi o'zlariga yarasha xuy-paylini yetishtirayotgan bo'lib, cho'ng bo'rilar o'g'li chiqqan chaqlarda ularning keynidan qolmay agishib yuradi. Yaqında bo'rilar bir kecha kunduz ovda bo'ldi. O kutilmagan falokat bilan oxirlashqili tasli qoldi. Shu kuni Akbara tong qorong'usida kuchuklarni agashtirgan peti Mo'yinqumning xilvat bir joyiga yo'l oldi. Bu yerlarda poyonsiz dashtlarda bo'libmi g'uva qorong'u soylar va o'yman cho'nqur yordamlarda odamni hushsizlantirib, beshini aylantirgan g'alita o't-cho'plar buluq o'sib ketgan edi. Mana shu egizligi belgi keladigan qarayib yotgan chegish o't-cho'plar ichida ularning g'alita chang to'zonlarini birdan dimig'ingizga tortadigan bo'lsangiz, birdilla o'zingizni osmonda uchib ketayotgandek, havoda uzayotgandek yenik va xush kayfsiz. Ondan holsizlanasiz, putlaringizdan mag'dur ketadi. Ko'zlaringizni ajoyib uyqu bosadi. Akbara bu yerlarni kichik vaqtidan tortibla biladi. U kandir chechaklaydigan chog'larda bu yerga bir kelib ketgan edi. U yo'lda yo'liqqan ushshoq cho'l jonivorlarini changilidan o'tkazib, qo'yib o'sgan o't-cho'plar orasidan aylanib yurishni, ularning to'pisida eg'lab yetish, o'tkir puroqlarni ichiga tortish, ondan qanot chiqargandek bo'lib uchish va payzi qilib uxlab qolishni yaxshi ko'radi. Hozir bo'lsa u Toshchaynar bilan yolg'iz o'zlamas. Arkasından putları qo'llashmagan va uzun küçüklerimi agishib kelmoqda edi. Bundaq safar paytlarda bo'ri bolalari ilojini boricha ko'proq narsalarni bilib, o'zlariga tegishli hunarlarni kichigidilla yaxshi o'zlashtirib olishlari kerak edi. Kishi bo'ri agashtirib ketayotgan joyning chetidagi xushbo'y o'tloqlarga shu bo'rilar egitarchilik qiladi. Uningdan u yiqi yot makonlar edi. O yaxlarda odamlarga duch kelib qilish odatdagi ish edi. Mushu ko'z yetmaydigan taraflardan gohida ko'z shamollarining uvlig'inidek parovuz ovozlar quloqqa kirib qoladi. U yaxlar bo'ylarga mutlaq yot edi. Ular Akbaraning yetakchiligida o'z yerlarining eng chat yoqasiga ketib boradi. Akbaraning keynidan Toshchaynar lo'qildab boradi. Bo'ri bolalari bo'lsa jonlari teniga sig'may, tinmay sho'xlik qilishadi. O'ynashib oldiga o'tib ketadi.
lekin Akbara ularning bangboshlik qilishiga yo'l qo'ymaydi. Hech qanday maxluq uning oldiga o'tmasligi kerak edi. Ular boshda so'ksuklar va cho'l shuvoqlari oqaplab ketgan qumliq yerlarda mengishdi. Quyosh asta-asta yuqori ko'tarilib, havoning odatdagidek ochiq va issiq bo'lganligidan derak berdi. Kashga yaqin bo'ri to'pi cho'lning chetiga yetib keldi. Kun texi yo'riq edi. O'tchiblar bu yil egiz o'sgan bo'lib, ularning ichida yurgan bo'rilarning yo'llarida ko'rinadi. Kendirning oftobda qizib ketgan tök basqan shoxlardagi ko'zga uncha tashlanmaydigan gullari kuchli puroq tarqatadi. Bo'libmi o'tchib qilin o'sgan joylarda puroq to'limi o'tkir va quyuq edi. Uzoq yo'l besib kelgan bo'rilar kichikroq bir soy ichida dam olishdi. Tinimsiz bo'ri bolalari yerishning nimaligini bilmay atrofda mo'lliq etishadi. Yerni purab turli puroqlarni ajratadi. Ularga hamma narsa qiziq tuyuladi. Bo'rilarning qo'sqi to'q, shunglashqa kechisi shu yerning o'zida tunab qolsin bo'laveradi. Ular yo'l bo'yi bir necha semiz sug'ur bilan bir to'shqin tutib yeyishgan. Bir necha qo'sh jangallarni tintib o'tishgan. Ondan yo'lda uchirgan yordanliqdagi buloqdan qong'uchi suv ichishgan edi. Lekin orliqda kutilmagan bir voqea yuz berdi. Shuningdan keyin bo'rilar bu yerlardan tezlikda voz kechishga, orqasiga sahroning ichkarisidagi uvisiga qaytishga majbur bo'ldi. Ular tun bo'yi yo'l besishdi. Voqea mundaq bo'ldi. Kun patmoqda edi. Akbara bilan Toshchaynar kendirning hididan masxush bo'lib o'tchiblar orasida so'zlab yotadi. Shu chaqda yaqin atrofdan quloqlarga odam tovushi eshitildi. Odamni boshqalardan burun yor bo'yida o'ynab, qo'lishib yurgan bo'ri bolalar ko'rdi. Ular vaqtsiz paydo bo'lib qolgan bu g'alati narsaning odam ekanligini xiyolga keltirishmadi. Qisqigina ishdan, yalang putig'i shivak, beshiga yeng, vaqtida oq, hozir bo'lsa tamoman kirishib ketgan panama kiygan maxluq yalang'och holda kendirlar orasida talvalardek chipib yuradi. U o'tchiblar qilin o'sgan joylarni tanlab berib, birdan u yoqqa, birdan bu yoqqa chipib, buningdan mazza qilayotganda qiladi. Bundaq ishni ömrida birinchi qitim ko'rayotgan bo'ri bolalari bir cho'chib, bir ajabdan hayron bo'lib qarab qolishdi. Heliqi maxluq bo'lsa xuddi jin tekkandek yugurishdan to'xtamaydi. Bo'ri bolalari qo'rqishdan o'zlarini o'nglab, yuragini to'xtatib oldi. Ularning paloqlab chepib yurgan badanida tuki yo'q, ikki putliq ajoyib maxluq bilan o'ynag'isi keldi. Dal shu chaqda qiyp-yalang'och odamning o'zimi bo'ri kuchuklarini ko'rib qoldi. Hayron bo'lgan yeri shuki, u bu yerda bo'ri bolalari nima qilib yuradigandu deb o'ylamay, hushyor bo'lmay, esini yo'qotgan holda qo'llarini oldiga so'zib, bo'ri bolalarini erkalatgili turdi. Voy, bular nima? Deydi u yuzidan iqib tushayotgan terni surtib. Bo'ri bolalar emasmi? Ya beshim qiyib, ko'zimga shundoq ko'rinyaptamdi. Yo'qay, 3 yilsizlar cho'ng bo'lib qolgan bo'ri bolalarga. Voy, mening bo'ri baylarim, yo'l bo'lsin. Nereden keldinglar, nega borasizlar? Bu yerlarda nima qilib yurisizlar? Meni u askilikim bu yerlarga haydab keldi. Sizlar-chi? Bu cho'llarda qog'ish tekkan bu kendirlar ichida nima qilyapsizlar? Qani beri kelinglar, qo'rqmanglar. Marhamat, voy tentak bo'ri baylarim-ey. Kallasi yo'q bo'ri bolalari odamning erkalatganiga rostila ishinib, quyruqlarini shipang'ishtirib, qo'rsaqlarini yerga tekizib, qo'g'lashmoq o'ynash ishtiyoqida uningga yiqilishga boshladi. Lekin shu chaqda yor ichidan Akbara etilib chiqdi. U vaziyatning naqadar xatarli ekanligini ko'zini yumib ochquchilik vaqt ichida his qilib bo'ldi. Akbara tamkin holda tishlarini o'chirilib, cho'l quyoshining qizg'ish chapaqlarga cho'mgan yalang'och odamga tashlandi. Uning qornini yerib tashlab yoki kekirligini uzib elish hech gap emas edi. Heliq odam o'qdak etilib kelayotgan bo'rini ko'ribla qo'rqindan ko'zlari olachakman bo'lib ketdi. Asoshini yo'qitib, beshini quchoqlagan payti zo'ngsiyib o'ltirib qoldi. Uni shu qutqizdi.
O'qdek uchib kelayotgan Akbaraning fikri chaqmoq tezligida o'zgardi. U yalang'och va himoyasiz bir tepikka yaramaydigan odamning ustidan quyundek o'tib ketdi. Shu chaqda u odamning chiroyini, qo'rqinchdan qetib qolgan ko'zlarini ko'rdi. Akbara odam tenining hidini sezdi. U yana bir taxlab o'zini odamning ustidan keyniga itib, bolalari yenida paydo bo'ldi. Ularni quyruqlaridan ag'irtib tishlab, shiddat bilan yarpuyga so'rab qo'g'ladi va tosh chaynarning udidan chiqdi. Tosh chaynarmi u odamni ko'rgan bo'lib, uning hayvatdagi yollari dahshatli ko'rib olgan edi. Akbara uni neri surib, bir ishladi va keyniga yondirdi. Shuningdek keyin hammasi yor ichiga tushib, ko'zni yumib ochqicha g'oyib bo'ldi. Shundan keyinla boyqi odamning hushi joyiga tushdi. U o'rnidan sakrab turib qichishga boshladi. Keyniga qaramay, nafas chiqarmay, cho'lda xeyli yergacha chepib bordi. Akbara to'pining odam bilan to'qinishi mana shundoq o'tgan edi. Buning oqibati nima bilan tugaydiganligini kim biladi deysiz? Kun yonboshladi. Petib ketayotgan quyoshdan cho'g'dek harorat yog'atdi. Uningga kun bo'yi qizib yotgan yerdan ko'tarilgan, taqat qilg'ili bo'lmaydigan issiq xo'r qo'shilib turardi. Quyosh va cho'l azaldan tartibli xiyolda. Cho'l kunga qarab oftob o'z nurlarini yoygan makonning naqadar cheksiz ekanligini biladi. Cho'l osmonining bepoyonligi bo'lsa, sozlarning egiz parvozlaridan ayon. Mushu kun patari chaqda Mo'yinqum cho'llaridagi ko'z yetmaydigan egizliklar ustida bir to'p sar uchib yurardi. Ular hech nimani mo'ljalga olmay, qanotlarini keng yeyib bilinmas uki parlaridek parda bilan qoplangan, doim salqin bo'lgan osmon dengizida rohatlanib uzishardi. Xuddi mushu vaqt va mushu osmonning qadimiyligi hamma o'zgarmasligidan xabar bergandek, ular birining keynidan biri halqa shakllantirib aylanadi. Mushundaq paytlarda sarlar o'zlaridan yiroqda, pastda, qanotlari ostida nimalar bo'layotganligini jimig'ini tomosha qilishadi. Ularning ko'zlari o'tkir, hamma narsani ko'radi. Avval ko'radi, ondan anglaydi. Dal mana shuning uchun cho'l osmonining eng buyuk yirtqichlari hisoblandi. Ular gunohkor yer ustiga bo'lsa, faqat o'lja elish va tunash uchun qo'nadi. Ahvoldan qaraganda mushu daqiqalarda mushu ko'z yetmas egizlikdan ularga kichikroq do'nglik ustida olib bo'lib o'sgan yulg'unlar va tilladek voldab turgan chig'lar orasiga joylashgan kishi bo'ra, erkak bo'ra va uch bo'ra bolasi ochiq aniq ko'ringan bo'lsa kerak. Bo'rilar egizligi sarlarga tomosha bo'lib berayotganligini xiyoliga keltirmay, issiqdan tillarini sanglatganicha dam ilib yotadi. Tosh chaynar o'ziga to'limi yoqadigan holatda oldingi putlarini almashtirib, beshini egiz ko'targan piti so'zlab yotadi. Bu tayyorda bo'ra boshqalarning hayvatlikligi, qomatining zo'rligi bilan ajralib turadi. Uning yonida dixmoq yo'g'on quyruqini ostiga besib, xuddi toshdan yo'nilgan sanamdek bo'lib, kishi Akbara ikki kuchli qo'lni yerga mahkam tirgan piti so'zlab yotadi. Qanjiqning oqirib ko'ringan ko'krigi, endi sanqilib qolgan amchaklari ichiga kirib ketgan ikki beqini uning kuch-quvvatga to'lganligi va belining to'limi kuchli ekanligidan derak beradi. Bo'ri ballar bo'lsa, shu atrofda g'ujmak bo'lib o'ynayotdi. Ularning tinimsizliklari, sho'xliq tantaklari, to'xtamay surkilib eslashlari cho'ng bo'rilarning zig'ircha bo'lsa-mu tishiga tegmaydi. Mayli qong'uchi to'yib o'ynayolsin deganda qilib qarashadi. Sarlar bo'lsa hamon ko'kda parvoz qilgan peti pastda Mo'yinqumda kun patari chog'da nimalar bo'layotganligiga so'q nazar tashlashadi. Bo'rilar to'pi joylashgan yerdan sal nariroqda keng yulg'unliqni orlab kiyiklar o'tlab yuradi. Bu to'pdan sal bir narida qamqoqliqlar ichida yana bir cho'ng pada yeyilgan edi. Sarlar kiyiklarga qiziqib qaragan chog'laridami o'nlab chaqirimga so'zilgan cho'lning ikki tarafimi yuzlab minglab kiyik podlari bilan to'lganligini bayqashadi.
Keyikler yerim sahra, yerim çöl bulgan mana şu əplik yerlerde qadim zamanlardan beri makan tutup yaşap, köpeyip kelmekte idi. Keyikler keşke ıssiqning yenişini kütüp, tün salqında yiraqlarga joylashgan bulaqlarga qarab yo'l elishdi. Ayrim keyik padları şu tapning o'zidala to'plashib, suv ishkilik yo'lga tushmoqda edi. Ular suv uchun to'lim uzoq musofalarni besib o'tadi. Keyik to'plaridan beri bo'rilar yotgan do'nglik yenidan o'tib ketayotganida shildirilgan quruq chiqlar orasidan oq quyruqliqlarning vish-vish qilib o'tib turgan soqirlari va biqillari, teka keyiklarning munguzlari bo'rtib chiqqan, yerga qarab egilgan kollalari ko'rinib qoladi. Ular havoning ochiqcha qarshiligiga uchirmaslik uchun doim boshlarini to'van silib yuradi va birdamning ichida shiddat bilan yugurib ketadi. Tabiatning o'zi ularni shunday qilib yaratgan. Ular har qanday xavf-xatardan bemalol qochib qutula oladi. Keyiklarga berilgan ustunlikmi shuningda. Keyiklar o'zlariga tinish tuyulgan paytlarda ketayotganida bir qilibda erish charchashning nimaligini sezmay, bo'rilardan boshqa hech bir maxluqqa tutuq bermay yurib ketaveradi. Keyiklarning son-soniqi yo'q, ularning kuchimi mana shuningda. Hazır ular qamg'oqlar orasida yotgan akbara to'pining nerisidan o'tmoqda. Ularning keynidan shamol ko'tariladi. Shamolga podining chang to'zonlari va badbo'y tarpuroqlari aralashib ketgan edi. Tumshuqlarga urilgan bu puroqlardan bo'ri bolalarining qonlari qiziydi. Uchalisi havoni qattiq purab, nima ekanligini o'zlari bilmagan holda qonlarni jo'shqinlashtirgan podi purg'i kelayotgan tarafga chig'liqlarni orlab o'tib ketayotgan semiz tanlarga tashlanmoqchi bo'ladi. Biroq cho'ng bo'rilar na akbara, na toshchaynar o'rinlaridan qimirlab qo'ymadi. Vaholanki ular bir sakrabla podiga yetishib bilishi, ularga dahshat va qo'rqinch selib o'tib ketishi, hayot mamat elishida jonivorlarni butunlay holdan ketkizib, ondan bir nechasini chabdaslik bilan yerga irg'itib, bo'g'zidan elishi mumkin edi. Shunda qilsa bo'ladi. Buning qiyin yeri yo'q edi. Lekin omadi kelmay, o'ljini qo'ldan chiqarib qo'yishi mumkin edi. Bundaq ishlar bo'lib turadi. Lekin akbarami, toshchaynarmi to'pning kaynidan qo'g'lashni xiyoliga keltirishmadi. O'lja yollaridan shundoq o'tib ketayotganiga qaramay, o'rinlaridan qimirlamadi. Buning o'ziga yarasha sabablar bor edi. Shu kuni ularning qo'rsaqi to'q edi. Qo'rsaqning to'qligida, kunning shundoq issiqida keyiklarni qo'g'lash, quturab ov qilish o'lim bilan barobar edi. Lekin gap boshqa yoqda. Muhimi bo'ri kuchuklarining ovlaydigan payti texi kelmagan edi. Ular qo'g'la chap-chapqa bardoshlik berolmay, o'lja ololmay, ov qizg'inligini yo'qotib qo'yishi mumkin edi. Yuragi oldirib qo'ygan, ro'yi qaytgan bo'ri bo'lmaydi. Qish ko'rsin texi, cho'ng ovlar boshlandi. Ana shu chaqda kuchga to'lgan, voyaga yetgan bo'rilar nimalarga qodir ekanliklarini ko'rsatib qo'ydi. Ishonchisini oshirdi. Hozirda ishni buzishning hojati yo'q. Lekin vaqti soati kelsin, ularni shu chaqda ko'ring. Cho'ng ma'raka ana shu chaqda bo'ladi. Akbara u tamasida o'ynaqlab, sakrab o'ziga esli bergan kuchuklardan bezar bo'lib, boshqa joyga sakrab o'tdi. Chig'larning kumush po'piklarini orlab, xuddi o'qchuydigan paytlarda daryodan yuqoriga qarab o'zgan beliqlardek hammasi bir yoqqa qarab ketayotgan keyiklardan ko'zlarini uzmay qarab turdi. Keyiklarni bir-biridan zodi ajratib olmaydi. Akbaraning qarashlarining mayli hozircha o'taveringlar. Yaşğınlarca yaşanlar. Lekin vaqti soati kelganda sahroda nima bo'lsa, yana hammasi sahroning o'ziga qaytadi. Uningdan asla qochib qutula olmaydi degan ma'noni o'qish mumkin edi. Mushu paytda bo'ri kuchuklari mudirgan toshchaynarga eslib tirmishib, uni o'rnidan qo'zg'ash halakchilik edi. Shu chaqda Akbara birdila buyuk sahroga tushadigan birinchi qish kunlarini tasavvur qildi. Tangga yaqin hamma yoq oppoq qor bilan qoplanadi. U yarim kun, ko'p bo'lsa bir kun turib, ondan erib ketadi. Lekin shu qor bo'rilarga cho'ng o'g'illarning payti kelganligidan derak berdi.
Şuningdan etibaran böğürlerning asyadi kiyik ovida bo'ladi. Keladi shu kunlar tehi. Saylarni tuman qaplaydi. Oppoq mungluq chiqlarni qish qirovlari bosadi. Yulg'unlarning qilin shoxlari qor yukini ko'tarolmay egilib ketadi. Harorati qaytgan cho'l quyoshining yuzi ho'rlashib turadi. Kishi bo'ri shu kunni ko'z oldiga shunchalik aniq keltirib, birdilla seskinib ketdi. Öpkisiga muzdek qish havosi kirgandek tuyuldi. Go'yo g'ujmak yulduzdek mazmut panjiralari qor yuziga tushgandek, o'zining tonish izlarini o'sib cho'ngib, mijoz xuluqlarimi xeyli belgilik bo'lib qolgan bolalarning izlarini bularning hammasiga yonma-yon turgan yo'g'on, qudratlik, tirnoqlari xuddi yo'g'on qushning qayrilgan tumshqidek bo'rtib tushgan izlarni, tosh chaynarning omonlik bermaydigan izlarini aniq ko'rgandek bo'ldi. Keng yelkilik budur tushlik tosh chaynarning panjalari qorga chunqur botadi. Uning kuch qudrati bosgan izidanmi bilinib turadi. Tosh chaynar kiyiklarning kekardaklariga qadalgan xanjar. U yiqitib o'tgan kiyik go'yo qonga milangan qush qanotlarini tipirlatib qor yuzida yotgandek. Qizil qini bilan cho'ldagi qorlarni bo'yaydi. Birovining qini boshqa biriga yem bo'ladi. Birining qinini ichmasa, ikkinchisi yashamaydi. Azaldan tortib shundoq. Tirikchilikning boshqa yo'li yo'q. Bunga hech kim qozilik qila olmaydi. Kim birovning qinini o'ziga biri uchun yem qilib yaratgan bo'lsa, ayb shuningda. Faqat odam bolasila boshqacha qismat bilan yaralgan. U yeydigan ichadiganini zahmat chekib topadi. Odam o'z tabiatini o'zi barpo qiladi. Mo'yinqumning dastlabki qorlariga tushgan boyiqi jup yulduzdagi cho'q kichik izlar bo'rining top-top panjalari saylaridagi tumanlarni oralab boradi-da, shamoldan panoh bo'lgan bir jilg'a bo'yida qamg'oqlar orasida to'xtaydi. Bu yerda bo'rilar maslat ma'rikiz qiladi, kim qo'g'lashga boradi, kim pistirmada qoladi. Zarqib kutgan ashu damlarmi keladi. Akbara qor ichida qo'rsqi bilan so'rilib, ushib qolgan o't cho'plarga surkishib, bilinar-bilinmas nafas elib, o'tlab yurgan kiyiklarga asta yiqilishib boradi. Ko'zi ularning hozirda tashvissiz boqqan ko'zlariga tushadi va shunda birdilla soyidek chapchaydi. Bo'rining kuni tug'ilg'ini shu chaqda ko'ring. Akbara küçüklərə savaq bolğan mushu tunji ovni shunchalik aniq tasavvur qildiki, ixtiyorsiz ingrab tashladi va sakrab turib ketishdan o'zini taslikda tutib oldi. Ah, mushu dastlabki qish kunlarida bo'ldigan cho'ldagi ov. Kiyik to'plari o'tdan qo'rqqanidan betar qo'rqib, qutirib ketishga boshlaydi. Qorning oppoq yuzi birdamda qor chuqurga aylandi. Akbara hammaning oldida ularning kaynidan qo'g'laydi. Yosh bo'rilar uning qinidan to'ralgan nasl kaynidan qolmay chopadi. Taqdir iroda ularni dal mana shu soat, mana shu u uchun dunyoga keltirgan. Ulardan sal nerida hayvatidan ot urgiydigan shamoldek tez qudratli tosh chaynar yotadi. Uning maqsadi birla, kiyiklarni pistirma qilib yotgan tarafga haydab berish. Ana shu yerda u o'g'lonlarga ovning qandoq bo'lganligini ko'rsatdi. Ani qo'qlashmaq, ani o. Akbara uchun bu yerda o'lja elishdanmi qiziqarli boshqa narsa bor. Hey, u paslik tezroq yetib kelsa-de, cho'l bag'rida hoyt-huytda vaqirab, qushda uchib ketsa, bo'ri hayotning qiziqi shuningda, lazzati xumori shuningda. Tabiat ishi bo'riga ana shunda xiyol ato qilgan. Yana texi kim biladi, shu sirli xiyollarni keyinchalik ochiq alam chidiqli bo'lmaydigan o'kinish bilan eslab qolar. Ajab emas. Bular dardlik armonga aylanar va pat-pat tushlariga kirar. Shu xiyollarning balki faqat nodamatlar qolar, tashvishli yoshlarlik qolar. Xiyol degan narsaning o'zi boshqa ko'ngil dunyosida shunda qanotlanib paydo bo'ldi-da, ondan xuddi ba'zi gullar va daraxtlardek ko'pincha yildiz topmay yo'pirmoq chiqarganligi uchun muqarrar holda halokatga yuz tutadi. Quruq xiyolning qismati boshqa nimami bo'ladi? Yaxshilik bilan yomonlikning nisbatini oydinlashtirib bilishning ochiq zaruriyati ana shuningdek.